BMW shunday video chiqargan edi. Leopard printidagi X5 va Zebra printidagi Mercedes. Bu yerda kim yirtqich, kim esa o'lja ekanligiga ochiq ishorani ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari, BMW chiqargan yana bir videoda Mercedes avtotreyleri BMW avtomobillarini tashib ketayotgan sahna jonlantirilgan. Sarlavha esa shunday: Mercedes ham zavq ulashishga qodir. 2016-yilda esa BMWning 100 yilligiga Mercedes chiroyli tarzda javob qaytardi. Rolikda ular raqibga bir asrlik raqobat uchun rahmat aytishdi va qo'shimcha qilishdi: sizdan oldingi 30 yil biroz zerikarli o'tgandi. Ya'ni Mercedes avvalroq paydo bo'lganini va tarixining boyroq ekanini ta'kidlab ketishdi. Shuningdek, BMW xodimlari uchun Mercedes muzeyiga kirishni bepul qilishdi. Siz ham hayotingizda haqiqiy go'zallikni bir ko'rib qo'ying degan ma'noda. Hatto ular uchun alohida parking ham ajratishdi. 2019-yilda esa Mercedesning afsonaviy rahbari Dieter Zetsche lavozimidan ketganida BMW butun boshli xayrlashuv rolikini chiqardi. Unda rahbarning dublori xodimlar bilan iliq xayrlashadi, S-klassdagi xizmat mashinasini topshiradi, so'ng o'z garajiga kiradi va BMWga o'tirib uzoqlarga yo'l oladi. Sizningcha BMW va Mercedes g'oyaviy jangini kim birinchi bo'lib boshlagan?